بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tilidan 30 ta qissa. Bugun 6-qissani gaplashamiz. Har bir jonivor uchun qilingan yaxshilikka ajr bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Bu hadis Imom Buxoriydan keltiriladi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam baynama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alayhi al-atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja. Rasululloh aytadilar, bir kishi yo'lda ketib borar ekan, qattiq chanqadi. Yo'lida bir quduqni ko'rdida, unga tushib, uning suvidan ichib qaytib chiqdi. Fa iza kalbun yalhasu ya'kulu thara min al-atash. Chiqib qarasa bir it chanqoqni qattiqligidan, chanqaganligidan tuprog'ini yalayotganligini ko'rdi. U kishi aytdi: "Laqad balagha bi hada min al-atash mithlu alladhi kana balagani." Bu itga ham menga yetgan narsa yetibdi. Ya'ni qattiq chanqabdi dedi. Fa nazala bil-bi'ra fa mala'a khuffahu ma'an. Quduqqa qaytib tushdi-da, oyoq kiyimini yechib turib, unga suv to'ldirdi. Fa amsakahu bi fihi hatta raqiya fa saqal kalba. Ana shu oyoq kiyimiga suvni quyib chiqib, itning tumshug'iga tutdi va shu bilan itni sug'ordi, chanqog'ini qoldirdi. Fashakarallohu lahu fa ghafara lahu. Mana shu qilgan ishini Alloh taolo, mana shu ishi uchun Alloh taolo uni gunohlarini mag'firat qildi. Bitta itni sug'orib qo'yganiga hamma gunohini Alloh taolo mag'firat qildi. Bu kishini qalbida atrofidagilarga rahm shafqat bor bo'ladigan bo'lsa, Alloh tomonidan bir mag'firatga yetishligini bir dalili bo'ladi. Taassub zamonimizda mana shu odamlarning qalbida rahm shafqat degan sifat yildan yilga ko'tarilib ketyapti. Sahoba ikromlar bundan ajablanib, "Ya Rasululloh, va inna lana fil bahaimi la ajran?" Bu hayvonlarga qilgan muomalamizga ham ajr olamizmi deydi. Bitta itni sug'orib qo'ysa gunoh kechiriladigan bo'lsa, bu hayvonga qilgan muomalamizga ham ajr olamizmi? Yana itding, unaqa halol hayvon emas. Go'sht yeydigan qo'y yoki sigir emas, echki emas. Tumshug'i tegsa falon marta yo'lib, falon marta tuproq ish qiladigan hayvonni ga shafqat qilinganligi uchun Alloh taolo gunohini kechiryapti. Itga rahmat qilsa, itga shafqat qilsa gunohini kechiryapti. Endi inson insonga shafqat qilsa qanaqa bo'ladi? Musulmon musulmonga shafqat ko'rsatsa, rahmat ko'rsatsa qanaqa bo'ladi unda? Payg'ambarimiz aytdilar, har bir jonivor uchun qilingan yaxshilikka ajr bor. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchidan, qadrun ni'mati 'inda zawal. Ne'matning qadri shu ne'mat yo'q bo'lgandan keyin bilinadi. Suvni maza ekanligini kunduzi sezyapmiz. U boshqa taomni qo'ying, boshqa taomni qo'ying. Mana bu yerga it chanqaganligidan, suv topolmasdan qiylanganligidan, holi nochor bo'lib turganini ko'rib, boyagi odam suv ichib oluvdi o'zi. Indamay ketsa bo'laverardi. Mana ro'zaning hikmatlaridan bittasi shuki, hech qachon qorni ochmaydigan odam qorni ochadigan odamlarning holiga tushadi-da, ularning holiga yetadi. Qiyin ekan deb qo'yadi. Hech qachon chanqamaydigan odam suv turib ichmasdan o'zini chanqatganidan keyin qadriga yetadi bu narsani. Demak, ro'zaning hikmatlaridan bittasi shukanki, odamlar bir-birlarini holiga yetadi. Qorni to'g'di, qorni och bilan yo'q. Zamonamizdagi bir hakim bo'lgan odamlardan biri odamlarning ichki a'zolarini almashtiradigan bir shifoxonaga borib turib, narxlarni ko'ribdi. Pochkani qanchaga peresatga qiladi, jigarda qanchaga almashtiradi. Xullas, mana shu ichki a'zolarini peresatga qiladigan devannisaga borib, narx-navolarni ko'rgandan keyin pochka narxi moncha yana almashtiriladi. Yuradi, mancha ko'rib turib aytgan ekanki, ichki dunyoyimga qarasam deydi. Juda ham boy ekanligimni ko'rdim deydi.
Bitta pochkasini almashtirishliklarni eshitganidan keyin boyligini ko'rgan ekan. Aytmoqchimizki, odam bolasi o'zidagi bor ne'matni qadriga yetmaydi, uni ne'matligini bilmaydi. Qachonki yo'qotganidan keyin, ha, mana qaydi ekan deydi. Sezdigan ne'mat, eng katta ne'mat qaysi ne'mat ekanligini. Boshimizdan o'tdi shukunlar, birodarlar, huzur qilinglar, rohat olinglar. Xotirjam Qur'on tilovatida turibmiz. Uyimizda nima bo'layapti degan xavotir yo'q. Bemalol kechasimi, kunduzimi chiqib borib uyimizga boshqa tijoratimizga yuribmiz. Huzur olinglar birodarlar. Chunki Alloh taolo ne'matini doimiy qilib qo'ysa, ne'mat ekanligi esimizdan chiqib qoladi. Shukr qilaylik birodarlar, shukr qilaylik. Ikkinchi olinadigan xulosa, xayriyat amallari insonni Alloh taoloning roziligiga qarab olib boradi. Alloh rozi bo'lishini xohlaymizmi? Savobli amallarga ko'proq intilaylik. Solih amallar. Bular ham Alloh taolaning rizoligiga olib boradigan narsa. To'rtinchidan, hatto hayvonga bo'lgan shafqat uchun Alloh taolo rozi bo'lar ekan. Bir-birimizga shafqatli bo'lishlikka ko'proq haqli emasmizmi, birodarlar? Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, har bitta jonivor uchun, har bitta bir tirik jonzot uchun qilingan yaxshilikka ajr bor, savob bor deyapti. Endi chat to'ntaramiz. Har bitta jonivorga qilingan yomonlikkachi gunoh ham bor ekanda. Beozor, sizga aziyat bermayotgan, ozor bermayotgan bir hayvonga zulm qilishligingiz gunoh ekan. Xuddi odamga zulm qilishligingiz gunoh bo'lganidek. To'g'rima-to'g'ri o'tib ketayotgan itga bir tosh otish. To'g'rima-to'g'ri o'tirgan chumchiqarab turib tosh otish. Sizga aziyat, zarar yetkazmayotgan jonivorni qatl qilish. Ukalar, bu gunoh hisoblanadi. Bu narsadan ehtiyot bo'laylik. Juma darslarimizda aytib o'tganmiz, Imom Buxoriydan bu hadis. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bir mushukka zulm qilganligi uchun bir ayol jahannamga kirdi. Bir itga shafqat qilganligi uchun yana bitta ayol jannatga kirdi. Payg'ambarimiz aytadilar, mushukni bog'lab qo'ygani uchun bir ayol jahannamga kirdi. Qana qilib unga bir zulm qilgan edi. Bog'lab qo'ydi. Taom yoki sharob, yeyishlik yoki ichishlikka yo'l bermadi va itni o'zini ham qo'yib yormadi. O'zi ham boqmadi. Qo'yib yorganida yerda qurt-qumursqalarda, minasalarda topib o'zi yer edi. Mana shu mushuk ochlikdan o'lib qoldi, shu ayol baylab qo'yganligi sababli. Shu mushukka zulm qilganligi uchun bir ayol jahannamga kirdi, birodarlar. Tushunarlimi ukalar? O'zimizdan kichkinalarga, o'zimizdan zaiflarga zulm qilishdan ehtiyot bo'laylik. Hayvonga zulm qilganligi uchun jahannamga kirsa, mo'min odamga zulm qilganlarda ahvoli nima bo'pti? Yana bu zulmni kasb qo'ygan bo'lsa-chi odamlar? Yana bu zulmni tirikchilik manbai qo'ygan bo'lsa-chi? Zulm qilib, tuhmat qilib, bo'xton qilib, uni pulini undirib, maza qilib yeyotgan bo'lsa-chi? Bunday odamlarchi chat bo'yni uzilib ketolmayotganligi qiyomatda jazoni katta olishligini alomati. Buni atini istidroj deyiladi. Ko'tarib yerga tashlash degani. Hech narsa bo'lmayapti, qarang. Bo'yida yuribdi, yana bo'yigidan ham chiroyli bo'lib yuribdi. Nimaga unaqa ekan? Men 1 so'm biroda pulni nohaq yeb qo'ysam, bilsam teshib chiqsa. Yo mashinam buzilib qoladi, yo 1 so'm pul harom bo'ladigan bo'lsa, nimaga bularga singaverar ekan desa, birodarlar, mo'min odamga qilgan xatosi uchun o'rnida jazo kelsa, Allohning mehribonligi bu. Endi zulmni kasb qilganlarda shunday xotirjam yurishligi istidroj deyiladi. Fir'avn ham birodarlar, men ana robbukumul a'la degan. Men sizlarda eng oliy parvardigoringlarman degan. Musa va Harun alayhissalomlar uni duoibat qilib qarg'aganidan keyin rivoyatlarda 40 yildan keyin suv bosgan ekan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni Ka'batullohning oldida mavzudan chiqib ketish bo'lsa ham aytayapman. Sajda qilib turganida ichi-chavog'da olib kelib bo'ynlariga tashab qo'yishdi. Rosa kulishdi shu mushriklar. Rasululloh mana shu ichi-chavog'ni olib qo'yadigan birorta odam bo'lmadi ustidan. Qizi Fatima onamiz kelib olib qo'yganidan keyin Rasululloh namozini tugatib, borib mana shu yerda o'shada o'tirgan mushriklarning eng kattalarini duoibat qildi. Allohumma alayka bi utba. Allohumma alayka bi shayba. Allohumma alayka bi bittama-bittatini aytib, mana shularni duoibat qildi. Nima bo'ldi?
Shart osmondan chaqmoq tushib, kuydirib tashladim ularni shu lahzada. Hech narsa bo'lmadi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning duosi ijobat bo'lishiga birodarlar 4-5 yoki 6 yil vaqt kerak bo'ldi. Badr g'azotida yer tishladi bularning hammasi. Shuning uchun zulmdan ehtiyot bo'laylik. Chunki zulm qiyomat kunida zulmatlarga sabab bo'ladi. Endi yana bir ayol qalbida bir hayvonga shafqat uyg'ongani uchun jannatga kirdi. Yana bu ayol kim edi? Banu Isroilning fohishalaridan edi, bag'iylardan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Baynama kalbun yutifu bi rakiyatin kada yaqtuluhu al-atash, idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Isroil, fanaza'at muqaha, fasaqathu faghufira laha bihi." Banu Isroilning bag'iylardan bo'lgan bir ayol chanqoqdan o'lib qolishiga yaqin bo'lgan itni ko'rdida, haliginga qalbida shafqat, rahmat uyg'ondi, oyoq kiyimi bilan suv ichirib qo'yib, Alloh gunohlarini kechirib tashladi. Qarang, bu bir marta zino qilgan emas bu ayol. Bu zinoni kasb qilgan. Endi bitta itni sug'orib qo'yishlik nima-yu? Bu umri bo'yi fohisha bo'lishlik nima? Qanday bu taqqoslash mumkin? Birodarlar, Allohning rahmati keng. Agar Alloh siz bilan bizga rahm shafqat qilishni xohlasa, gunohni kattasi bo'lmaydi. Alloh xolasa hamma gunohni kechiradi. Shirkdan boshqa. Lekin bu ayolni mana shunday bir katta gunoh kabirani kasb qilganiga qaramasdan, shafqatli bo'lganligi uchun hayvonga gunohini kechirdi. Demak, birodarlar, hadisga nihoya yasaymiz. Har bir jonivorga qilingan yaxshilik uning uchun ajr bor. Va har bitta qilingan yomonlik esa mana shu jonivorlarga inson uchun gunohni yetaylaydi. Alloh subhanahu va taolo mahluqotlarga qalbida rahm shafqatli bo'lgan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.